Nima ishing bor? Xotining chaqirtirgan. Yo ishni. Qani, mana o'zingda menga baqiryaptimi mana u? O'zingda menga xo'jaylik kim mana begimot? Kim mana bu begimot? Dadasi. Kim bu begimot? Dadajonisi. Asabiylashmang. Tushuning. Siz ham odamsiz-ku dadajonisi. Bilasiz, qachondan beri mazza qilib, rohatlanib uxla olmayman. O'shaga chaqirdim. Yo'q! Yo'q! Mana sen Allohni uxlatib qo'yadimmi seni? Allohni uxlatib qo'yadimmi seni? Dadasi. Dadasi tinchlaning. Uni dugonam tavsiya qildi. U professional ekan. Nimasi professional ekan mana begimotda? Nimasi professional ekan begimotda? Dadajonisi tushuning. O'zini ishini qilib ketadi. Dadasi, tishlaning. Bu nima degan? Jonim, ichim yonib ketyapti. Ichim yonib ketyapti. Chiq bu yoqqa, chiq bu yoqqa. Nima bo'ladi? Shayton paytami bu? Hozir borga qaq ketib qoldi bu shayton payt. Nima bo'ladi? Voy, ichim yonib ketyapti. Odamni ishlatgani qo'yasizlarmi, qo'ymaysizlarmi? Men o'zim keldimmi? Men o'zim keldimmi? Xotining chaqirtirdi-ku, dugonasi tavsiya qilgan ekan. Ha, dadajonisi. Dadajonisi. Nima deyapti bu? 1-2 soatlik ishi bor, o'shani tugatadi, ketadi. Men ham qamoqchi emasman. Bu nima degani? Balkim eshikning orqasidan poylab turarman. Yo 1-2 soat ko'chalarni aylanib kelarman balkim, Bitta rovdini olib keling. Siz aralashmay turing. Bo'lmasa sizlar kelishib olinglar, men ketaman. Ketsin. To'xtang. Qayerga ketasiz? Qayerga ketasiz? Ketsin. Ketmaydi. Sen hali uni to'xtatyapsanmi? Sen hali uni to'xtatyapsanmi? Voy! Ichim yonib ketyapti. Dadasi u ketolmaydi. Ishini tugatmaguncha ketolmaydi. Men uni pulini berib qo'yganman. Sen unga pul ham to'laganmisan hali. Men tekinman-da. Bu pullik men tekinman. Tanla, u yoki men. Men o'zim keldimmi? Men o'zim keldimmi? O'zi chaqirib dugonasi tavsiya qilgan. Hozir joyingiz ham keraksiz. Dadasi. Dadasi. Dadajonisi. Tushuning dadasi, siz o'qigan ishni qila olmaysiz. Dadasi. Dadasi. Birinchidan vaqtingiz yo'q. Ikkinchidan juda bo'shsiz. Uchinchidan qisqa ish vaqtgacha qilardingiz.